Assalomu alaykum podpischilar, mana sizlar bilan bunyodni ko'rsatib o'tadigan narsalarimiz shular bo'ladi. Qo'qon bozori yakshanba, shanba o'ptim kunlar bo'ladi. Boshlashdan oldin like tugmasini bosib qo'ying. Mana boshladik. Bularimiz o'ptim 150 mingdan ichi ko'ylaylik. Bularimiz ko'fta yubka 130 mingdan. Razmerlar 46 dan 52 gacha standart tushaveradi. Bularimiz 150 millingdan nasib etkasi mana. 46 dan 54 gacha tushaveradi bu. Buni avval tugmasini bosib qo'yinglar. Qilib turgan mehlatimizga bizga motivatsiya bo'ladi. Bularimiz tonikalar Xitoy Pekin 80 ming so'mdan 80 ming so'mdan bu ham razmerlar 46 dan 52 gacha tushaveradi. Bu ham yangilik chiqdi. Buni ham 80 dan sizlarga qilib beraman. Kachistva degan narsalar topolmaysizlar. Bexojat. Obuna bo'lib qo'ying. Like bosib qo'ying. Ko'rganimizda xursand bo'lamiz. Obunachilarimiz 17 mingta bo'lsa, Xitoydan video olib shunday joylab olamiz mana. Eng zo'r videoni eng zo'r joyiga keldik. Mana nech pul deb o'ylaysizlar? Ham kardigan bir, ham kofta, ham yechiladi, ham yubka. 3 talik troyka. Xullas, shularimiz siz kutgan narxdan ham arzon. Birinchi etmasimdan oldin pauza qilib narxini yozib keting. Nech pul deb o'ylaysiz? Narxi 100 ming so'mdan sizlar uchun 46 dan 52 gacha. So'mdan mana. Nechta desalaring bor? Pochtadan chiqaraveramiz. Shu joyda tugatamiz. Obuna bilan like tugmasini bosib qo'ying. Yangi videolar chiqadi.